Bu plyajni basseynda mana ko'rayotganingiz. Where the osmosis? Yeah. Mana qolaylar. Delete the resonator. Tekinga o'rgana olasiz. Yutqizdinglar, ya'ni top. Qanaqa yo'nalish tanlash kerak deb ko'plar so'raydi. Muttaham qizlar. Hammaga assalomu alaykum. Va'da berganimdek video qilishda to'xtamaymiz. Xudo xolasa har hafta yangi videolar chiqarib, vloglar sizlarga Amerika haqida chiqarishga harakat qilaman. Xo'p, bugungi video nima haqida? Bugun, hozir men Rajuni uyiga ketyapman, mashinani yudirishga, chunki bilasizlar, qora mashina juda ham tez kirib bo'lib ketadi. Misol qilib keltiradigan bo'lsam, mana bir hafta yuvilmadi, uje mantlarni ahamiyat bersanglar, isqirti chiqib yotibdi. Oq mashina bilan qora mashinaning farqi shunda. Buni har safar yuvib turish kerak. To'g'ri, Amerikada havo ancha yaxshi, lekin baribir ham havo yaxshi bo'lgani sababli ham ko'p yuvib turish kerak. Amerikadagi benzin kolonkalarni ham sizlarga ko'rsatib ketadigan bo'lsam, bu yerda hamma o'zi quyadi, benzinni sizga hech kim quyib bermaydi. Misol uchun mashinani parkovka qilasizlar, ashtiga kelib, kartani tiqib, xohlasanglar через telefon to'lasanglar bo'ladi yoki karta orqali. Biz karta orqali to'laymiz. Narxlarni agarda sizlarga ko'rsatib ketadigan bo'lsam, mana 93 487 so'm. Pauza qo'yib ko'rsanglar bo'ladi. Mashinaga 93 quyiladi, chunki birinchi bo'lib mashinani motori to'g'ri-to'g'ri. Shu sababli yaxshi benzin quymasangiz, mashina buzilib qoladi. Naryoqda men parkovka qildi. Axran ham bo'ladi. Qora mashina o'zidan o'zi kirib bo'lishi mana dokazatsiz. Yo'q joydan qo'llarning izlari paydo bo'lgan mantiqda ko'rayotganinglardek. Oldida bamperda chivim-pivim u yoq bu yoqda o'lgani sababli tez yo'lda yurasiz. Shuning uchun highwayda chivim-pivlar tegsa ham, shularni ham video ko'rinib turadi. Rajunikiga keldik mana. Hozir mashinani o'zinikini yuvotdi. Ikkinchi o'chiritda meniki. Raju знаменитый bo'lib ketdingizmi siz? Знаменитый bo'lib ketdingizmi? Bering. Авторские права. Karcher ne unaqa kichkina? Nima karcher? Почему такой маленький? Ne unaqa kichkina karcher? Xitoydan zakaz qildingizmi? Temu. Rostdan. Нет, что, Amazon заказ купил? Будет чисто такой домашний, да, чтобы громко не было. Ha, ish bilan ekan? Соседи у меня старые. Ha. И так из-за мотоцикла намотал что. Ha, maqtanib qo'ydingiz, mototsiklingiz borligi. Shu mashinani olganingizdan bir oy bo'lsa, bir 28 marta yudingiz mashinangizni. Знаешь, что ли? Bu, короче, шампу. Chemical Guys degan kompaniyadan. Ha, Reklama. tekinga. Texnika, da. Ulug'i mahallasiga keldik, ulug'ni uydan haydab yuborishdi. Bizdomli bo'lib yuribdi mana. Opto suvligida biza mana солнечный krem yeyapmiz. Yo'q, bizada badan o'zi солнечный krem-ku. Kremoviy badan. Quyosh ta'sir qilmaydigan badan-ku bu. Endi солнечный deyin, уже plyajный sezonlar boshlandi. Shunga basseynga otlandik. Yani basseynga otlandik. To'g'rini basseynda mana yerda tushib bor, bu fontanning o'rtasiga. Krokodillar bilan cho'g'ilish kerak. Gollarni ko'rsanglar, bunaqa o'zinglarni ko'rsanglar, cho'milmanglar. Ichida liba qurbaqa tishlab oladi, liba krokodil tishlab oladi. Liba ulu tishlab oladi. Liba bitta injeksiya otlanib olasizlar. Realni lekin infeksiyalar bu yerda ko'p. Balu tutsa bo'ladi, adashmasam bu yerda. Yo'q, baluni ham takoy reaksivniy balu bo'ladi. Yesang o'tib ketasan. Mahallalarga atrofiga ahamiyat bersanglar, hamma Floridani anaqa qum deb o'ylaydi, daraxt yo'q deb o'ylaydi. Mana daraxt, yo'lka, hamma narsa bor. Faqat palma emas. To'g'ri, palma ham bor, lekin Palma искусственный palma. Palmalar faqat Miami tomonda bo'ladi, Kivas tomonda bo'ladi. shunaqa. No bu Orlandoda oilaviy bemalol mana mazza qilib yashasanglar ham bo'ladi. Shunga mana popga ko'tarib olganman mana. Maktab esimga tushib ketdi. Maktabga shunaqa ketardi. Mana amtlada takoy o'tirib, ovqatlansanglar, vibe boshqacha. Takoy yo'q, kim amtda kaminni yoqib olasizlar. Mafiya o'ynaysizlar yoki karta o'ynaysizlar yoki poker. Bizda hozircha o'ta bo'lmayapti. Xohlasanglar amtda mana PlayStation o'ynasanglar bo'ladi. O'tirib olib sekin bemalol amtda. Tipi bu sizlarni anaqa qiladi, uyinglar. Masalan, masalan, o'zi hammaniki bu yerda, hamma kelib cho'miladi, ko'rayotganinglarda. Basseyn yaxshi ekan, lekin basseynga kelib bemalol cho'milsanglar bo'ladi. Saloniy basseyn deyiladi. Tipi plyajda, to'g'rimi bu?
tipi plyajniy basseynda mana ko'rayotganingizdek. Nech pul to'laysan bu o'tgan arendasiga? 2000 dollarga mana shunaqa basseynlar bilan birga keladi. Sen joyingni topding уже. Mana shu yerga qo'nilyapti, xudo xolos. Nima gap, Raju? Ulug'bekda настолько motivatsiya hozir bor, jahli chiqyapti, из-за того, что комментарийda hozir только menim. Ha, sizni qolyapti. Uluni уже hech kim qolamayapti-da. Уже никто ничего не говорит. Mani qolaylar. Tak, bolalar, bolalar, qizlar, opalar, akalar. Bu yerda o'zbekcha Evas ochilibdi. Mazda deganidagi rebranding qilishibdi. Evas xo'jayilarini ochdi. Bu yerda endi o'xshatishga harakat qilishyapti. Bizga o'xshab, xuddi biznikiga o'xshaydi. Chilonzor xuddi. Chilonzorda bog'im zabiti joylar xuddi bo'lasan-ku, shunaqa xuddi. Eng zo'ri shuni bo'ladi. Mazasi eng zo'ri shu bo'ladi. Eng mazasi zo'ri shu bo'ladi. Bu yerda yurak bor-da, u xuddi. От сердца, от души. От души. Maktabchalar. Раз пробуй, вот эти америкосы. Is this your first time trying, guys? Here, yeah. So what we're gonna suggest is, you would like the chicken wrap. Yes. That's what I like. Yeah, that's what we got. Yes, but if you're more into hot dogs and shit, hot dog. You guys are okay to be on the camera? That's fine. Yeah, that's fine. Sure. So where you guys are from? We're from southern Maine. Oh, like we're rich people area. Local area. Like about 20 miles from where the rich people. Oh, okay. We're Gotcha. visiting some family down this way, so. Gotcha. And we've been really into trying some doner kebab. I've been making it at home in the oven. Yeah. Oh, really? This is a little bit different. Yes. So this is Uzbek style. This is special. Yeah. This is from a little known country called Uzbekistan. Yeah. So you guys, no, I mean it's little compared to the United States. Yeah. So But you're gonna like it. You're gonna like it. Especially you from Maine. Yeah. Well, I that's think why we were excited. anything We drove by here earlier and we were like, "Is that that's doner?" We have We're getting lost going to the hotel and we saw this like, the translation of this is It's like very good, no. It's like delicious. Pleasure. No, like delicious. I'm But you guys will like it, Yeah. I'm sure, because our first time trying out here because they opened recently. Oh, really? Yeah. We came here today. He came here yesterday, and he was like, "You need to come here." It's a word of mouth, you know. Yeah. But so far so good. Nice meeting you guys. Nice to meet you too. Voy, men amerikancha gapirdi. kontent so'radi, English amerikanskiy kontent qidirdilar, mana. Ana amerikanlar bilan kontent. Sizlarni kommentariylarni Siz zamitisiz. Sizlarni kommentariylarni o'qiymiz. Ko'proq kommentariy qoldiringlar. Raju deydi, Ulug'bek deyapti. Ertaga nima? Anaqa jujutsu kontent bo'ladi. Kontent qilish kerak shu. Qoching. Chitimib kesasiz. Ana politsiya keldi. Politsiya reklama qilamiz. Uluni berib yuboramizmi? Da, u politsiyasi. Ha, politsiyskidan ham olamiz, tema qilamiz hozir. Shuning uchun agarda Amerikaga o'zbeklarimiz biznes ochsa, biz ham mana shunaqa tekinga reklama qilamiz, takoyda. Logika. Politsiyasi kerak bitta. Son olaylik. BMW tezmi? Politsiyasi mashina. Takoy darishga ketdi. Qaysi bir tezligini ko'rsataman-da, takoy. Hop, akalar. Ne uyalasizmi kameradan? Yo'q, men hali aniq qilganim yo'q. Ha, akalar, короче, Mazda degan joy ochibdi, Orlandoda. Ovqatlanishga kelsanglar, mana lavashni obzor qilyapmiz. Raju olib keldi, men bu yerni bilmasdim. Yaqinda ochdilar, adashmasam. Yaqinda ochibdi. Hop, o'zi biz endi foto obzor qilamiz, endi Amerikan ko'rsatib ketamiz. Like 1 out of 10, what would you rate it? 1 dan 10 gacha necha? Честно только. Честно? 9,5. Я Реально. скажу где-то 8,5. Потому что Из-за немножко соли. соленый сейчас, потому что они новые, да? У них фидбэка сейчас нету. Но если соль убавят, будет как в Эвисе, то что endi Evis bo'lardi-yu. Evisdagi bo'ladi. O'zingiz ko'rsaturing, ne yuras? Aka uyalarkan. Shunga kelinglar, mana ovqatlanishga. Narxlarini ko'rsating. Narxlari. Yana bitta narsani qo'shib ketadigan bo'lsam, oxirgi payt kommentariyni o'qiyapman va ko'p odamlar Amerikada yuribsan, itda ishlayotganingni ko'rsat, adiylarni pullariga yuribsan-ku, bu yoq, mana shunaqa g'alati gaplar ko'plar qilishyapti. Birinchi bo'lib bu narsani ko'rsatishdan o'zi kanalni ochishdan maqsad boshida Amerika haqida O'zbekistondagi vatandoshlarimizga ko'rsatib ketishdi. Amerikada studentlar qanaqa yashaydi, nimalar qilsa bo'ladi, ishlasa bo'ladimi? Amerikadagi hayotni ko'rsatib ketishdi va
shunaqa yozadigan odamlarga mani beradigan tavsiyam, ko'ngilinglarni ochiqroq qilinglar. O'zi bu dunyoga 75 yil yashaymizmi yo'qmi? Birovning hayotini gapirib, birovning hayoti haqida yomonlik ko'rib birovlardan, birovlarni faqat yomonlab umringizni o'tib ketishini men sizga tavsiya bermagan bo'lardim. Chunki hate qilish, birovlarga unaqa kommentariylar yozishni o'zi ichi toza odam birinchi bo'lib unaqa narsalarni yozmaydi. Bu meni fikrim. Chunki ichi toza odam birovlarga naborat yaxshilik tilaydi va birovlarga hayot yaxshiroq bo'lganini xohlaydi. Shuning uchun endi meni misol uchun birovlarni o'zimdan yaxshi yashayotganlarni ko'rsam, men alhamdulillah deyman, malades deyman, mashalloh deyman. Kelajakda biz ham mana shunaqa narsalarga erishishimizga Alloh o'zi nasib etsin deyman. Chunki boshqalar yaxshi yashayapti, men ham bunaqa yashamayapman deb o'zingizga bergan savolingiz u juda noto'g'ri savol. Naborat men shunaqa qanaqa yashasam bo'ladi. Naborat shu narsaga havas qilinglar, hasad qilmanglar. Chunki u odam hayotida nimalardan o'tganini siz ham men ham bilmaymiz. Shuning uchun shunaqa gap borki, bilasizlar, odam ishlaganini ko'rsata olmaydi, balkim o'zini yaxshi tarafini faqat ko'rsatadi deydi. Shuning uchun ham biz Amerikaga qanaqa kelganimizni, biz nima ishlardan o'tganimizni ko'rsatmaymiz, balkim yaxshi narsalarni ko'rsatib ketishga harakat qilamiz. Chunki hech kimga ishlayotganimiz qiziq emas. Birovni ishlayotganini ko'rib, men misol uchun maza qilmayman. Undan ko'rasa, o'sha Amerikani ko'rsatib, qanaqa narsalar qilsa bo'ladi, nimalarga erishsa bo'ladi, bu yerda yosh bo'lib kelib. Va birovlarga motivatsiya sifatida shu videolarni qilamiz. Ko'ngilinglarni ochiqroq qilinglar. Bunaqa narsadan yozayotgan odamlar ham yosh bolalar emas, ko'pi yosh katta odamlar. Shuning uchun birovlarga naborat hasad emas, balkim havas qilib harakat qilsanglar, Alloh sizlarga ham undan ham zo'rini beradi. Bu meni beradigan sizlarga tavsiyam. Hozir men molga keldim. Molda bitta ikkita narsa olish niyat bor edi ustimga, chunki yoz keldi Amerikada, bilasizlar, asosan Floridada yozda uncha kiyimni kiya olmaysiz. Iloji boricha sintetika kiyadi hamma, chunki HB2da cotton kiysangiz isib ketasiz. Molni ham sizlarga ozgina obzor qilib ketadigan bo'lsam, balkim oldin ko'rgandirsizlar. Mana shu molni ichkarisi tepada takoy, brendovый kiyimlar magazinlari. Sorry? Your camera, the Osmosis? Yeah. It's pretty easy to use. Obsessed with it. Oh my gosh. You can try to use it if you want. Really? Yeah. Oh my god. You can do like this and then it will shoot the video. It's like Sorry, this is like the first. Oh my god. Thank you. sure. No worries. Bu qizlar shu Osmo kamerani qiziqar ekan. Shu kamerani ko'rsatib ketaman, shu mana shuni olmoqchiman deydi. Keyin bu Amerikada DJI kameralari oldin ruxsat berilardi sotilishga, hozir esa nimagadir ham ruxsat berilmayapti. Bu menimcha shu Amerika bilan Xitoy bir-biri bilan kelisha olmagan bo'lsa kerak, meni o'ylashim bo'yicha. Shuning uchun men mana shunaqa olmoqchiman deb aytadi bu qiz. Hop, bu yerda soatlarga qiziqadigan odamlar uchun tepada Rolex magazin bor. Bu yerda ham Allo degan magazin. Kim mana shu Alloni tushunsa, aytib ketsa yaxshi bo'lardi. Men bu magazinni hech tushunmadim shu magazinlarni. Kim Kardashian, Kylie Jennerlar reklama qilgandan keyin zaminit bo'lib ketdi-yu, atak bundan oldin buni hech kim bilmasdi. Men hozir kiradigan magazinim Abercrombie degan magazin. Adashmasam Toshkentda ham, Toshkent molda bor u magazin. Har xil shu narsalarni sizlarga ham ko'rsatib ketaman, narxlarini va hokazo. Shuning uchun agarda Amerikaga kelish niyatinglar bo'lsa, iloji boricha har bitta videoda aytib ketganman. Meni agar birinchi marta ko'rayotgan bo'lsanglar, harakat qilinglar, o'qinglar. Agar IELTS bilan SAT'ni topshirishga kuchinglar yetmasa, u hayotda unda bilmayman sizlarga qanaqa motivatsiya bersa bo'ladi. Chunki bitta IELTS bilan SAT'ni o'ylanglar, o'qidinglar-da, butun hayotingiz o'zgarib ketdi. Ya'ni Amerikaga keldinglar, o'qishga kirdinglar, o'qishni bitirdinglar. Balkim bu dokumentlarni to'g'rilab Amerikanskiy kompaniyaga ishga kirdinglar. Bu yoq o'zi har xil hayot desa ham bo'ladi-da. Two different realities deydi. Ya'ni ikki xil realность. Xohlasanglar agarda erinsanglar butun umringlar erinib o'tkazasizlar umringlarni. Ya'ni yana gap bor. Inglizchadan sizga перевод qilib beraman. Regretting bitta study o'tkazilgan. Internetda o'qidim shu bo'yicha, ya'ni bitta research qilingan. O'layotgan odamlarni hamma 100 ta o'layotgan odamdan so'rab chiqishgan. Sen eng katta regretting, ya'ni regretni periodini masalaga qo'yib ketaman. Nima degan bo'lsa, shu qo'rqchi bo'lgan narsamni qilmaganim deb aytgan. 100 ta o'layotgan odamning har bittasi qo'rqchi bo'lgan narsamni eringanman, shuni qilmaganman, shuni qilishim kerak edi. Men xohlagandek hayot yashamaganman degan. 100 ta o'layotgan odam hammasining javobi bir xil bo'lgan. Shuning uchun
the price of regret is more expensive than the price of action degan sitatda bor. Ya'ni sizni eringaningizni narxi erinmaganingizdan ko'ra ancha kattaroq. U sizga keyin yetib boradi. Hozir misol uchun erinib uyda yotib, IELTSga, SATga o'qib kelmayapti va hokazo deyishingiz mumkin. Lekin keyinchalik bu sizga yetib keladi. Hozir balkim siz yoshdirsiz, 18, 17, 16, 15 yoshdirsiz. Bu sizga hozir yetib kelmaydi, lekin keyinchalik kelajakda bu sizga juda ham qattiq reallikni yaratadi, ya'ni realityni ko'rsatadi. Magazinni mana ichkarilarini bunaqa ko'rayotganlaringdek molda desa ham bo'ladi. Kiyimlar narxiga qiziqayotgan bo'lsangiz, bu takoy klassika aralash modern desa ham bo'ladi. Misol uchun bitta shimni narxi necha pul? 50 so'm, 55 so'm. Shu tepa past bir 200-300 dollarga kiyinasiz. Har xil kiyimlar bor. Ja amerikanlar shu brendni yaxshi ko'radi. Men hech bu brendni kiymaganman. Shuning uchun kirib ko'rib, bitta ko'rib olib o'tdim. Bu yerda vasnoma bitta mushuk ko'ryapti, bu yerda esa женский rad ko'rayotganingizdek. Agar magazin yurishni xohlamasangiz, mana shunaqa Macy's degan magazin bor. Ichida hamma narsa sotadi, har xil narsa. Endi menimcha adashib женский radga kirib qoldim. Mushuk rad bu etajda bormi yo'qmi bilmayman. Chunki Macy'sga birinchi marta kirishim bu molda. Lekin bu yerda hamma narsa bor. Har xil brendlarni bitta joyga yig'ib sotadi. Bilmayman, O'zbekistonda bu magazin bormi yo'qmi? Shuning uchun kommentariyada yozib so'kib tashlamaylar-da. Odati bor odamlarning. Abzada ham bor, Amerikaga borib endi bildingmi demaylar. O'zbekistonda bo'lmaganiga 5 yil bo'lgan. 5 yilda ancha-muncha o'zgarishlar bo'lib ketgan. Shuning uchun menga mushuk rad kerak. Hammani mushuk rad men store deb qo'ygan. Mashta sekin aylanib balkim yoqadigan narsa toparmiz. Tommy Hilfigerdan ko'ra Lacoste olinglar, bu brend bo'lmaydi. Menga yoqmaydi. Iloji bo'lsa rayflarni. Tommy Hilfigerga bizda hozir zamit bo'lib ketgan. O'zbekistonda ham menimcha Boss bilan birgalikda, lekin bizda menimcha ko'pi fake Bosslarni, Tommylarni. Hamma narsani tegi fake bo'lsa kerak. As long as agar siz molda original magazindan olmasangiz. Chunki internetda ko'ryapman. Qo'y boqadigan ham Boss kiyyapti. Normalniy joyda ishlaydigan bolalar ham normalniy joyda deganimda, ya'ni shu davlatchi odam ham ishlayotganlar ham Boss kiyyapti. Shuning uchun balkim qo'y boqadigan boyroqdir, bilmayman. Shuning uchun mana butlarni ham sizlarga ozgina ko'rsatib ketaman. Poloni farqi bor, bilsanglar kerak. Polo Ralph Lauren qimmati, US Polo bor, US Polo arzon. Mashinani ovozini sal balandroq qilishga olib keldim. Men bitta ko'rayotganlaringizdek qiladi. Biz nimani o'zgartiramiz? X-pipe qilamiz, ikkita rezonatorni olib tashlaymiz. Mana shu ikkita narsa ketadi. Buni o'rniga X-pipe bo'ladi. Ovozini keyin sizlarga oxirida ko'rsatamiz. Bu yerda spoiler deydi. You can say something to the camera, brother. So we're gonna delete the resonator, the two resonator, and in the first one we're gonna put an X pipe, and the other one we're gonna put a straight pipe. Let's hope it sounds good. I think so. We'll check it out. Amerikada qanaqa yo'nalish tanlash kerak deb ko'plar so'raydi kommentariyada. Shu savollarga ham javob berib ketoqchiman. Birinchi bo'lib, o'zingizga yoqqan yo'nalishni tanlashingiz kerak. Ya'ni sizga nima yoqadi o'zi ishlashda, misol uchun bir xil video olish yoqadi, videografiyaga qiziqadi. Bir xil kompyuterlar yoqadi. Shu kompyuterning texnologiyalariga qiziqsangiz bo'ladi. Bir xil doktor bo'lmoqchi bo'ladi. Shunga qarab o'zingizga yoqqan ishni qilishingizni men tavsiya berib ketgan bo'lardim. Chunki o'zingizga yoqmagan ishni butun umr qila olmaysiz. Misol uchun Amerikaga boshlaganingizda sizga hech kim advokatlikni yoki programmistlikni qo'lingizga ishni shunday qilib berib qo'ymaydi. Ya'ni u urovingga ham chiqishingiz bo'ladi. Unga ham ozgina vaqt ketadi. Boshida hamma kelib Amerikada dastavka qiladi, taksilik qiladi, ofitsiantlik qiladi. Bu normal holat student paytida. Ko'plar student bo'lgandan keyin 25-30 yoshda ham bu ishni qilib yuradi. Shuning uchun o'zingizga yoqqan ishni, o'zingizga yoqqan professiyani tanlashingiz kerak. Siz nima tavsiya berasiz desangiz, agarda misol uchun 18-19 yosh bo'lib qolganimda men kompyuterning texnologiyani o'rgangan bo'lardim. Nima yo'nalish desangiz, computer science yoki computer engineering. Birinchi bo'lib, oldingidan hozir informatsiya ko'p, o'rganish ancha oson. Oldin misol uchun Python o'rganishingiz uchun 1 yil ketadigan bo'lsa, hozir 3 oyda o'rgana olasiz. Uni ustiga искусственный intellekt chiqib ketdi. ChatGPT, Gemini, Cloud Code shunga o'xshagan platformalarni bemalol ishlata olasiz va albatta tekinga o'rgana olasiz. Shuning uchun mana birinchi beradigan yo'nalishim bu albatta. Agarda sizni bilimingiz yetadigan bo'lsa, kompyuterning texnologiyalarni o'rganish. Agarda unga bilimim yetmaydi deydigan bo'lsangiz, oddiy business administrationga kirib, keyin o'zingizga yoqqan yo'nalishni tanlab ketsangiz bo'ladi. Lekin top 1 ga qo'yadigan bo'lsam computer science, ikkinchisi bo'lsa shu investment banking yoki bankka tegishli temalar. Bank bilan ishlasangiz
siz boshida agar misol uchun investment banker yoki quant analyticsga kiradigan bo'lsangiz, ular sразу yiliga $200,000 to'laydi. Misol JP Morgan Chase, Bank of America shunga o'xshagan banklarda agarda ish ola oladigan bo'lsangiz. Albatta agarda hech qanaqa ish qo'limdan kelmaydi, mashinachilik, mashina tuzataman desangiz, mana shunga o'xshagan joylarda sizni ishga olishadi. Lekin Amerikaga kelib bu ishni qilishingizni misol uchun tavsiya bermayman. Ko'rayotganingizdek mana hamma joylar shoplar. Shuning uchun Amerikaga qo'lda ishlash uchun emas, balkim miyangizni ishlatib ishga kelganingiz yaxshi deb bilaman men o'zim. Chunki O'zbekistonda ham mashinachilar yaxshi pul topadi, Amerikada ham farq katta bo'lmaydi. Misol uchun shu bolalar ham ishlab yurgan, misol uchun mashinani tuzatyapti. Olsa kuniga $250-300 oladi. Hop, oyiga 10,000 oladi. Amerikada turib, rasxodlarni agarda sanab chiqadigan bo'lsak, 10,000 dan u yog'i uzog'i bilan bir 4,000-5,000 qoladi oyiga toza. Qolsa agar atak $3,000. Bu isponlar faqat shu g'ushitlar bilan mashinani ovozi bilan ishlaydigan bolalar. Mana ahamiyat bersanglar, hammasini shularni g'ushitlardan yasagan. Rezonator, g'ushitel, robotga o'xshatib qo'yishgan ko'rayotgan bo'lsangiz, uzoqroqdan menimcha yaxshiroq ko'rinadi. Mashinani ustida ham ishlab bo'lishibdi. Tegina hozir videoga olib, ovozni ham sizlarga ko'rsatib beraman. Farqi javob katta emas. Mana rezonatorlar yotgan ko'rayotganingizda. Mana tegidan ko'rayotganingizda mana bularni o'zi weld qildi. Qo'lidagi apparati bilan mana Expire. Bu balansirovka qiladi ovozini, kelayotganda to'g'riroq ovoz bo'lishiga. Bu yerda hamma magazinlar ko'rayotganingizda mashina bilan ishlaydigan bolalar, Aftershop, Aeroshop, mana bitta ham Aftershoplar, hammasi Aftershop. Nimaga hamma bitta joyga kelmaydi, ne hammasi bitta egasi emas desanglar, hamma narsa hammasi har xil narsalarda ishlaydi. Misol uchun mana bu exhaust systems ko'rayotganlarda mana hamma narsalarda ishlaydi. В основном nemetskiy mashinalarni bular qilishadi. Ular amerikanskiy mashinalarni qiladi. Короче, Rajunikiga keldik. Raju, sen bir nimada, sen hamma qidirdi. Assalomu alaykum. I'm back. Ishladim, короче. Faqat ishladim. Zoom qor. Yaxshi ishladim. Nima bu? Bu hech narsa bu. Boylarga mazza. Cartier soat. Menimcha Christian Dior. Qizlar sumkasi-chi, qizlar sumkasi nima bor? Sharif, o'g'il bolalarga pul yo'q, qizlarga bor. Bu Rajuni uyi. Bu Rajuni uyi 500 mingga sotyapti. Yaqinda M8 oldi. M8 olib, uyni 500 mingga sotib oldi. Hech kimga yetmadi. Takoy bugun o'tirish qilib berdi. Sekin движение qilyapti. Sekin, ko'p emas. У меня подмышки не потные, брат. Sanda nima gap? Tinch, hammasi zo'r. Hammasi chotki, hammasi nachilina расслабление. Shuning uchun iloji boricha oson yo'lni emas, balki qiyin yo'lni tanlaylik, chunki shunaqa gap bor. In order to achieve the things that you never had, you have to do the things that you never did. Ya'ni переводni qiladigan bo'lsam, siz hech qachon erisha olmagan narsalaringiz uchun erishish uchun hech qachon qilmagan ishlaringizni qilishingiz kerak. Bu degani, ya'ni harakat qilish kerak odam, harakat qilmasa hech narsaga erishmaydi. Shuning uchun harakat qilish kerak deganda ham to'g'ri yo'l bilan, ya'ni yomon narsalarni, yomon yo'l bilan birovlarni aldab, birovlarning pulini o'g'irlab emas, balkim to'g'ri yo'l bilan o'qib, ishlab, iloji boricha birovlarning hayotini osonlashtirsangiz, ya'ni biznesda shuncha ko'p pul topasiz. Misol uchun telefon chiqqan nima foydasi bor? Telefon chiqqandan keyin butun dunyodagi communicationni, ya'ni kommunikatsiyani, telefon qilishlarni, odamlar bilan gaplashishlarni, narsa yuborishlarni oson qilgan. Shuning uchun ham telefonli kompaniya Apple, Microsoft, texnologik kompaniyalar hozir dunyoda birinchi o'rin. Undan oldin esingizda bo'lsa, endi bu payt bizda bo'lmaganmiz, kitoblarni o'qigan bo'lsanglar, mashina chiqargan odam eng boy odam bo'lgan edi. Misol uchun Ford, Ferrari, Lamborghini'larning egalari eng to'pvoy odamlar shular bo'lgan. Chunki ular oldin otda yuradigan odamlarni mashinaga chiqarib, motor va hokazo chiqargandan keyin ular eng boy bo'lib ketgan. Chunki odamlarning hayotini osonlashtirgan. Xuddi shunaqa doktorlar misol uchun nima ko'p pul topadi, chunki odamlar hayotini osonlashtiradi. Biznes ham xuddi shu. Misol uchun sizlar hozirdan biznesda ishlab qancha ko'p odam, misol uchun искусственный intellekt chiqdi. Ko'p искусственный intellekt odamlarning ishini olib qo'yadi deydi. Meni o'ylashim bo'yicha nabar odamlarning ishini osonlashtiradi искусственный intellekt. Chunki ya'ni osonlashtirganda ham ko'rasizlar, hozir eng boy odamlar искусственный intellektning razработчиклari, ya'ni Sam Altman, OpenAI, shu ChatGPTning egasi, Google'ni egalari Sergey Brin va hokazolar. Elon Musk misol uchun XAI'ni ochyapti, o'zini Grok'ni. Shuning uchun
biznesda ham xuddi shu, любой hayotda, любой odamning filosofiyasi xuddi shu. Qancha ko'p birovlarni ishini osonlashtirib bersangiz, birovlarni hayotini osonlashtirib bersangiz, shunchalik ko'p pul topasiz va shunchalik boy bo'lasiz. Hop, ovqatlanishga keldik. Ovqatlanishdan keyin ovqatlanish deyiladi-da bu, desert. Bu nima adeniy bo'ladi? nima edi bu? Adeniy. Nima u? Choy. Sutli choy. Sutli choy. Raja kofe ichyapti kechqurun, cappuccino. Latte. Pistachio latte. BMW dan bilan olib keldi. BMWni ko'rsataymi? BMW 7. Raju, uluni yangi mashinasi mana oq BMW. Sotib yubording-a mashinani, aytib ber. Nima bo'ldi? Короче, Mercedes davri tugadi. Sotilib ketdi. Короче, men aytaman nimaga sotdi? Bildi gonkani yutqizadi deb. Lekin foydaga sotdi. Qilaman 1-2 tam tuda-suda gapma. 15 ming foyda qolamiz. Stage match tam. Yutqizishini bilib sotdi-da. Конечно. Duxi yetmadi. Bu yetmadi. Bo'yiga chiqishga birga bir. Lekin Entor bo'lganda sotmas edim. Ne sotding Entor? Kichkinalik. Xoh kapitalda yoshadi. Arenda edi-ku, aka, skажет. Sizniki emas edi-ku, da такой скажет. Meniki emas. Hech bola meniki emas hayot. Hech bola meniki emas. У вас откуда ни спроси, вы говорите, Аллах дает. А ты скажешь, что не Аллах? Испортил. Ты должен сказать, а ты докажешь, что не Аллах. Boshdan. Endi boshdan. Скажи, endi hamma narsa. Endi hamma narsa Xudo beradi. Endi hamma narsa meniki emas, hammasi Xudodan. Sizlardan nima so'ramasa, siz deysiz Xudo beradi. А докажи, что не Xudo. Like easy. А ты докажи, что не Аллах. Saypshi. Men banana zakaz qildim, Raju Ferrera qildi. O'zi naborot bo'lish kerak edi. Asfashni yeb qo'yingiz kelyapti, shu uchun. Возьми вот этот. Вот этот возьми. Review qilib bering, food review. Hozir food reviewchilik ko'payib ketyapti. Shaluta, yomon lekin bunaqa yeydi. Allohimni qiladi. Men yeyman, lekin men qoldim. Nima qiladi? Jicha oladi. Azgir yeb qo'yadi hammasini. Hammasini yeb qo'yadi. Allashyapti. Qara. Yexal. Просто chiroyli. Qanaqa qo'shilgan, deydi? Banan. Va. Isrof qil. O'rtasi нормальный keskin, iltimos. Давай бери. Да, вот так сделай вот. Нормальный keskin, да? Keyin review qil. Ты испортил вид. Yeb ko'rgan aytasan, yaxshimi yomonmi? Hammasini yeb qo'yadi. Я не буду, yemeyman dedi. Постоянно shu qildi, men yemeyman dedi. Raju birinchi yo'l ketib bordi. Har doim bahonasi bor Rajuni. Mana yarim soat, 1 soatdan ko'p o'tirmaydigan bo'lib qo'ygan. Mana shunaqa nuqul nimadir desanglar, har doim bahonasi bor. Ketishim kerak. U yoq edi, bu yoq edi, ertaga yartga chiqishim kerak. Bla bla bla. Raju, если ты это смотришь, не ври больше. Xo'p, ulush o'tdi. Ulu. Mana bu uluni yangi mashinasi anaqasi. Bundan oldingi mashinangiz qani? Bundan oldingi mashinangiz qani? Bundan oldingi mashinangiz. Sotib yubordi. Ahmed Abijan. Ahmed is always with us though. Whenever we call him, 5 minutes away. Whenever he will be in West Palm Beach, Florida, Miami, Florida, 5 minutes away. One call away, one phone call away. And Laziz o'zi ne kirdingiz ichkariga? Qo'lingizni? Kerak emas odamlar bilan so'rashdim, qo'limni yuborishim kerak. Assalomu alaykum. Kerak emas odam. O'shanga boshqa joyi yo'q. Mashat faqat har doim. Rajuni aytdim, Raju har doim birinchi ketib boradi. Yomon aldoqchi deb. Если ты это смотришь, запомни, микромужик. Ammo orqamizda bilmadim, men ko'ryaptimi, qizlar o'tiribdi. Yomon, muttaham qizlar. Lekin yaxshi mashina haydaydi. Bittasi M4 Competition haydaydi, ikkinchisi nima edi? Teshkami? Ikkinchisi Teshka to'rovchi. Teshka to'rovchimi?
Sashka to'ruvchi haydaydi. Xullas ikkalovi qimmat. Bittasi AMG, bittasi M paket bo'ladigan bo'lsa. No soat hozir aytaman 12:30 bo'libdi. Nima qilib o'tiribdi deysizlar-da bular. Hijoblilar. Ichkarida ham to'g'risi, anu mamlani boshqa din vakillari уже uyga kirib ketib bo'lgan. Boshqa din vakillari уже uyga kirib ketib bo'lgan. New follower request. Nima holatda Ahmed mana? Dina. Kind of Dina. It's not Dina though. Let me see. Yeah, ko'rsatmay qo'ya qoling. O'rtog'im yozgan ekan SMS. Maniki emas, radio chakib ketdi menimcha, qo'shniniki u. Ichida ham yo'q, o'zi tegi, bunaqa deb o'ylamaydi. Lazam chakmaydi. Qanaqa približit qilardi? Beraylik, uluni mashinasini reklama qilib ketaylik. Men aytdim, ko'rsatdim. Ulu ko'rsat mashinani. Hop, och. Ko'rsat, unda reklama qilib ber, och. Mana bu BMW X5 M60. Oddiy mashina. Och. Yoqmayapti, puli ko'payib ketdimi, yoqmaydi. Ochilmayapti ham. Har doim shu muammo sanda, shu mashina ochilmaydi bor videoda. Xo'p, bu M60. Mana sizlarga saloni. Salonlari chotki. Buni hozir zavod qilsa vir qilmaydi-da. Ya, oddiy. Ichkarigimda o'tirib, berchi qani telefoningni? Hozir vir qilsa kerak. Sportga qo'yamiz. Sport Plusga qo'yamizda, qani start beramiz. Vir qiladimi yo'qmi? Virram qilmayapti-yu, ulu. Hibrid bu, oddiy. Hibrid emas-da bu. Bu hibrid. Bu hibrid emas. It's hybrid. No. Put in a comfort. Hibrid emas-da, ulu. Ulu jinni bo'lyapti bor-u. Ulu. Olib tashlasang, aytib batareya chiqadi. It's hybrid. Ulu. O'zini bu оправдывать qilyapti hozir. Ulu. Juda bo'lib qoldingiz-a, ulu. Anunda o'zi bu uluga bilmadim qanaqadir kasallik deyapti. Tesla qiziqdi. Keyin cho'kkan bitta Porsche qiziqdi. Bu ham ana Taycan edi, elektrik. Ko'rinishini ham bundan anaqa qilsa, tor narsalar kiyib olgan, bilmadim uluga nimadir bo'lyapti, yo'qotayotganga o'xshayapmiz. Bitsipsi chiqibdi, hozir ko'rinyapti. Ya, hech nima yo'q. Ya, lekin mashina gaz bossa hech narsa bo'lmayapti-da. Bo'rim. G'ing qilib. Hech narsa qilmayapti-yu. Mashina ichsam, mana shu ulun sport formasi yotgan ekan. Ha. Lekin bu M60 ulu bu elektromobil emas. Hibrid emas bu. Hibrid bu. Hibrid bu. Hibrid emas. Hibrid. Yes, Foroning. Nimadan? Ya, любой narsa. Keyin orqasini bitta ko'rib bo'ldi. Orqasidan Orqasida yo'q ishlama. Orqasidan bo'lmaydi. Ke, nech puldan? Erkechi. Hozir tashaladi. Erkech hozir tashla. Hozir. Ma'mi. Yo'q, misim. Mis bu. Ketdi. Bo'l, haq. Davay. Ketdi, ko'rsa. Qani, o'chiring. Komfortda yoq. Komfortda yoqmi? Komfortda yoqing. Xo'sh. Hop. Kir anasga o'tir. Orqaga o'tirsam, mana ko'ramiz hozir. Mana misimdan ketdi, $1000 He's saying this is hybrid, bro. This is not hybrid. I'm saying, no. It's not hybrid. What the fuck you talking about? Xo'p, Okay. qisqacha yetib o'tib ketadigan bo'lsak, o'zi mashina zo'r. Ya'niki Hybrid. No. mashina. To'xta. It's Ya'niki hybrid. to'xta. Jahlimni chiqarma. Xullas, qisqa qilib aytganda, agar sizlarga именно taki tezlik muhim bo'lsa, radio to'xtab tur. Tezlik muhim bo'lsa, tezlikdan tashqari komfortingiz ham o'zingizga qiziq bo'lsa, muhim bo'lsa, olish kerak. Ozgina qimmatroq, overpriceroq, lekin juda ham baland o'tirasiz, yumshoq o'tirasiz. Mana ekoga qo'yilikcha. Ekoga qo'yildi. Elektrik emas-da bu. Hybrid bu. Buni bitta start stop qorish kerak menimcha, qani? Bro, this is not hybrid. Hybrid. This is mild hybrid, brother. It's different thing. The hybrid ones has Yes. socket to plug in. Hybrid. No. It's not hybrid. It's mild. He's gonna do everything now just not to pay hybrid. $1,000. Trust me. It's not hybrid. $1000 bo'ldi, nima qilamiz, xudo xolasa? Nima olasiz? Hybrid. What the fuck you talking about? $1000gami? Yeb ichoramiz. Miamiga Ertaga, ya Miamiga yetmaydi-yu. Anaqaga boraylik. Skuterlarga, jet ski. jet skiga, Clearwaterga. Ertaga qanaqa vaqtingiz? Mana bundan so'raylik personal assistantida.
Hey BMW. Eshitmayapti ham. Hello, I am your personal assistant and as such, the ultimate driving machine. I can help you to set vehicle functions Okay. and will guide and support you with Okay. information and advice. Stop, Feel free please. to ask me any questions, such as what's the traffic like on my route, or tell me what's on your mind. Sure. For example, say I'm Okay. cold. I can control the functions for you so I'm you cold. can focus on the road as much Okay. Okay. Can you hear me? The maneuver assistant helps you in recurring tasks. Okay. Is it too hot for you in your vehicle? No. No. Just say I am hot and I will I am hot. Talk to me now. Personal assistant ham ishlamasa ekan. Olmaylar. 15 mpg. Hybrid 15 mpg yemaydi. Shu-da. Vehicle status. No, it's not electric. No, it's not hybrid. Hybrid emas bu. X-Drive deb turibdi. E yozib. No, it doesn't. Hey BMW. Hello. WW. O'chiring bo'pti. It's not hybrid, bro. You lost $1,000. $1000 ga yedi. Короче, ulug' xudo xolasa. Kommentariyada yozinglar, kommentariyada nima kerak bo'lsa beramiz. Shu narsalarni yuboramiz. Keyingi Golden'ga so'ramiz endi menga. Qolganiga lazli ikkita Santos olamiz. Voy, urib tashlading-a. Qani? O'rozli. If X5 M60 Tucson comes as a hybrid, yes, is a Yeah. Tucson MC does come with a hybrid assistance, but it's not Yes, it's plug-in not hybrid. yeah, it's not hybrid. It's yes, not No. It uses a No. twin turbo with the mild hybrid system. No, it's not hybrid. It's hybrid. No. Mild It's hybrid. No. It has electric engine. No. MHEV. It's Hybrid? engine. Mild No. hybrid is different. That than means you hybrid. still fill with the gas normal, no charging No. plug-in like Tesla or plug-in hybrid. No. Maybe Nah. 48 watt system helps the smoother start, stop extra low end torque, and a little better Exactly, efficiency. brother. Yes. Right now, what you're It's explaining hybrid. is not hybrid. Exactly. That's it, bro. It's hybrid. $1,000. He lost, right? Lam Simpson. It's hybrid. It's hybrid. Hybrid. Yutqizdinglar. Qanday olsa full engine edi bu. Lam Bro, Simpson. it's not hybrid. What? Qichitmanglar mani. Men yutganman, bilib turibman. It's hybrid. He said it's hybrid. I said it's not hybrid. You cannot be. You're not right too. In this case, No. you telling me this is full. Let's ask ChatGPT. It's telling you like yes, it comes with a hybrid. It says yes. It's 2025. It is telling you in general. Bro, just Let's ask. let's talk about this 540 and 550e. Both of them have the same engine, B58. What's the difference? It's full electric. No. No? It's hybrid. It's hybrid and 540 is mild hybrid. Exactly. Nigga. Let's go, bro. No, it has engine. It's like has electric 48 okay, watts mild, engine. mild hybrid is It's not hybrid. It's considered to be hybrid. It's not You full. can- It's not full combustion engine. Yeah, if So you, that means I'm right. no. Короче, ulug' bilan spor qilganimizda to'g'risini aytsak hech kim yutmadi, chunki hybrid, mild hybrid and not hybrid u uch xil narsa. Shuning uchun oxirigacha sporni olib borib qo'yish kerak. Chunki men gibrid emas dedim, u gibrid dedi. Uni o'rtasi chiqib kelyapti. Mild hybrid deyapti. Bu aytyaptiki, bu gibrid baribir ham so'zi bor ichida deyapti. Lekin gibrid mashina degani motori benzinsiz ham yurishi kerak degani. Gibrid emas mashina. Motori benzinsiz yurmaydi. Buni mashinasi benzinsiz yurmaydi. Lekin gibrid degan so'z bor. Shuning uchun endi bilmayman kim to'g'ri, kim noto'g'ri bu yoqda, lekin gibrid emas, menimcha to'g'riroq. To'g'ri gibrid so'zi bor, lekin mild hybrid. U motorga kuch bormaydi agarda benzin bo'lmasa. Prosta yordam qiladi, yumshoqroq mashinani start qilishga bo'ldi. Farqi shunda. Shuning uchun endi bilmayman kommentariyada agarda mashinani tushunadigan odam bo'lsa aytib ketsa yaxshi bo'lardi. Endi biz ham yaxshi tushunamiz mashinani, lekin u shunaqa odati bor, sport qiladi. Yutqizganini bilib turib ham tan olmaydigan odati bor. Men aytaman, mild hybrid bu gibrid emas. Chunki gibrid degani benzinsiz yuradi degani. Farqi shunda. Mayli, nima bo'lsa ham agar sizlarga shunaqa videolar yoqadigan bo'lsa, albatta obuna bo'lib qo'yinglar, aytib ketganimdek. Kelajakda yana ham videolar chiqarish niyat bor. Nima haqida chiqarish bo'yicha ozgina bosh og'ritib turibdi hozir. Og'rib turibdi bosh.
chunki soat 12:30 bo'ldi kech bizada. Agar shunaqa videolar yoqadigan bo'lsa, kommentariy yozib qoldiringlar. Keyingi videolarda ko'rishamiz. Charchamanglar, ishlarga omad.